Assalomu alaykum hurmatli anglovchilar. Huzuringlarda ustoz Muhammad Yusufning Qur'oni Karim qandoq kitob nomli asari. Yoqtirib anglag'aysizlar. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrahmanirrahim. Qur'oni Karim oyatlarining badiiyligiga bir misol. Tövəndə Qur'oni Karimning stilistik jihatda eng ustun badiiylikka ega ekanligiga birli misol keltiraman. Arablar qotildan qisos ilishning qotillik jinoyatlarining takrorlanishining oldini oladiganligini eng ixcham va eng badiiy so'z bilan ifodalamoqchi bo'lib, o'ltirishning oldini oladi degan jumlani tuzib chiqib, uni eng badiiy jumla deb qaraganlikdan Kabiga isib qo'yib faxrlangan edi. Chunki ular hamisha eng badiiy she'rlarni va hikmatlik badiiy jumlalarni Kabiga isish bilan faxrlanadi. Qur'oni Karimdan qisosda hayot bor degan oyat tushishi bilan ularning Kabiga isib faxrlangan bu badiiy jumlasi odatdagi so'zlarga aylanib qoldi va butun ustunligini yo'qotib, Qur'oni Karimga o'rin bo'shatib berdi. Stilistika mutaxassislari Qur'oni Karimdagi qisosda hayot bor degan oyat bilan o'ltirishning oldini oladi degan jumla o'ttirisida badiiylik jihatda alayda cho'ng farq borligini va mazkur oyatning bu jumladan 20 dan ko'proq tarafdan ustun badiiyligi ega ekanligini bayon qiladi. Masalan, birinchidan yuqorqi oyatning harf soni o'ltirishning oldini oladi degan jumlaning harf sonidan oz. Oyat 12 harfdan, bu jumla 14 harfdan tarkib topgan. Ma'lumki, qanchalik oz so'z va oz harf bilan ifodalangan ma'no eng badiiy ma'nodir. Ikkinchidan, oyatning ma'nosi nihoyatda ochiq. Chunki u qotildan qisos ilishning zarurligini ta'kidlaydi. Ammo o'ltirishning oldini oladi degan jumlaning ma'nosi aniq emas. Chunki har qanday o'ltirish qisos uchun bo'lmaydi. Odamlar bir-birini nohaqmi o'ltirib qo'yadi. Bu jumlada qisosni ifodalaydigan birmi so'z yo'q. Uchinchidan, oyatda biror so'zmi takrorlangan emas. Chunki so'zning takrorlanishi jumlaning badiiyligiga salbiy ta'sir yetkazadi. Ammo o'ltirishning oldini oladi degan jumlada o'ltirish degan so'z takrorlangan. To'rtinchidan, oyatdagi qisos so'zi adolatni his qildiradi. Chunki boshqasining hayotini nobud qilgan odamning hayotimi nobud bo'lishga mahkumdir. Ammo o'ltirishning oldini oladi degan jumla bu ma'noni berishdan xiyli yiroq. Qur'on oyatlarining o'zi ixcham, ma'nosi cho'nqurligi. Qur'on oyatlaridagi har bir so'z o'zi ixcham, ma'nosi cho'nqur so'zlardan bo'lib, so'zlar orasidagi tartib va o'zaro bog'lanishchanlik favqulodda yuqoridir. Men bu o'rinda birli misol keltirishni xohlayman. Qur'oni Karimda mayli qaysi oyatda bo'lmasin, anglash so'zi ko'rish so'zining oldida kelgan. Anglash so'zi va uningdan yasalgan yasalma so'zlar Qur'oni Karimda 227 qitim uchursa, ko'rish so'zi va uningdan yasalgan yasalma so'zlar 148 qitim uchraydi. Ko'z, quloq bayon qilingan oyatlarning hammasida quloq so'zi hamisha ko'z so'zining oldida keladi. Masalan, inson qiyomat kuni quloq, ko'z, dil qatorliq sezgi a'zolarining qilmishlari ustida cho'qim savol so'roq qilinadi. Sura Isro 36-oyat. Sizlar uchun quloqlarni, ko'zlarni va yuraklarni yaratdi. Sizlar bak oz shukr qilasizlar. Sura Sajda 9-oyat. Ular haqni anglashga va haqni ko'rishga qodir bo'lolmaydi. Sura Hud 20-oyat. Yuqorqi oyatlardan boshqa quloq bilan ko'z tiliga ilingan barliq oyatlarda quloq so'zi bilan insonning anglash sezimi rad jihatda ko'z so'zi bilan ko'rish sezimining oldida keladi. Bu nima uchun shundoq? Qani biz nazarimizni ilm-fan olimlarining bu vaqtdagi tadqiqot natijalariga va ilmiy faktlarga sepib boqaylik. To'ralmashunoslik ilmining tekshirib aniqlashicha, insonning anglash va ko'rish a'zolari bir vaqtda yoritiladi. To'ralma to'rilib 3 hafta bo'lganda uning quloq asosiy taxtasi yetiladi. Bu anglash organining yetilishining boshlanishi to'ralmaga 4 hafta bo'lganda ko'zining asosiy taxtasi yetiladi. Bu vaqtda ichki quloq taraqqiy qilgan holga keladi. 4 hafta bo'lganda quloq qululisi yetilishga boshlab 8 hafta bo'lganda mukammal anglash o'ymini shakllanadi. Shunda qilib ichki quloq 5 oyda to'liq yetiladi ham anglash sezgi nervilari g'idiqlanishni qabul qila oladi. Ammo ko'z olmasi bilan ko'rish pardasi 7 oyda yetiladi ham ichiladi. Biroq ko'z bolyotqu ichida hech narsani ko'rinmaydi. Ammo quloq ovozlarni anglay oladi. Buvoq onasining yurak so'qishini va uchay harakatlarini anglay oladi. Xulosa qilganda, birinchidan to'ralmaning anglash sezgi sistemasi ko'rish sezgi sistemasidan burun yetiladi. Anglash sezgisi to'ralma 5 oylik bo'lganda cho'ng odamning anglash sezgisi sistemasi shakliga kiradi. Ko'rish sezgi sistemasi bolalar 10 yoshga kirganda keyin ondan mukammallashib pishib yetiladi.
ikkinchidan to'ralma bolyotqudagi chig'ida ovozlarni anglayalaydi, ammo nur siziqlarni to'lgandan keyin farqlandiralaydi. Qur'oni Karimda anglash so'zining ko'rish so'zining oldida bayon qilinganligining yana boshqa sabablari mundaq. Birinchi, biologiya ilmining isbotlashicha, odam uxlashdan ilgari avval uning ko'rish sezgusi tormozlanib, asta-asta o'chib, ondan keyin anglash sezgusi tormozlanib ishdan to'xtaydi. İnsan hoşsizlanganda, oksigen yetishmaganda, sakratga tushganda, mangiga qon yetishmagan ahvollardami avval ko'rish sezimi yo'qolib, ondan anglash sezimi yo'qoladi. Ikkinchi, aeroplanda uçqanda tez surat bilan yuqori o'rilganda ko'rish quvvatiga ta'sir etib, mujmal ko'rish quvvati shakllanadi. Ammo anglash iqtidori hargiz yo'qolmaydi. Intayin tuvan bo'lsa-mu saqlanib qoladi. Uchinchi, odam o'xshash bo'lmagan yo'linish va o'xshash bo'lmagan taraflardan kelgan ovozlarni anglay oladi. Ammo odamning beshi muqim bir o'rinda turganda, uning tashkilotdagi ko'rish bo'limi 180 gradus. Tiklikdagi ko'rish bo'limi 145 gradus bo'ladi. Nur tuz siziq bo'yicha tarqalg'achqa to'salg'ulardan, agri joylardan ham suzuk bo'lmagan jismlardan o'tanmaydi. Ammo ovoz har qaysi taraflarga tarqiy oladi. Egiz past joylardami, qilin egiz tomlardami tarqiy oladi. To'rtinchi, insonning anglash sezgusidan kelgan uchurlar uning esida saqlanib qoladi. Ammo boshqa sezgu a'zolar orqali erishilgan uchurlarning saqlanib qolishi ham ta'siri buningga yetmaydi. Shundaqla ko'rish sezgusi orqali qabul qilinadigan uchurlarning miqdori anglash sezgusi orqali qabul qilinadigan uchurlardan ko'p bo'lsa-mu, mangada qilishga anglash sezgusidan kelgan uchurlarga yetmaydi. Shunga Qur'oni Karimning insonning qalbini eritib yetadigan, jahonni larziga soladigan mungluq, ta'sirli qiroati rostilla musulmon odamning qalbini eritadi va uni cho'nqur o'yga soladi. Demak, Qur'oni Karimda quloq va anglash so'zlarining, ko'z va ko'rish so'zlarining oldida qo'yilishi cho'nqur ilmiy haqiqatlarni o'z ichiga olgan. İlim-fan taraqqiy qilmagan mundan 14 asr ilgirgi chog'larda biri insonning bu haqiqatlarni bilishi hargizmi mumkin emas edi. Qur'oni Karimning Allohning so'zi ekanligini isbotlash uchun buning o'zini kifoya qiladi. Qur'oni Karimning tekstlaridagi o'zgachilik. Qur'onning tekstlari lavzi intoyin siliq, chaqqan, ma'niga dalolat qilish ustunligi alohida yuqori, o'qish va yodlash uchun bekmo aplik ham o'ng'aydir. Qur'on o'qishni bilmaydigan odammi bir anglash bilan buni albatta his qila oladi. Hatto ular oyat bilan hadisning farqini anglab bila oladi. Bundan boshqa anglayotgan arab so'zlar ichidan Qur'on oyatlarini tezlab bayqab oladi. Qur'oni Karim oyatlaridagi so'zlarning ohang va ritm jihatdagi o'rinlashtirilishimi uning ma'nosiga qarab bo'lgan. Masalan, ahli jannatda bo'ladigan yaxshi kishilar haqidagi bayonlarda oyatlar intayin yumshoq, siliq talaffuz qilinadigan harf va so'zlardan tarkib topgan. Allah haqiqatan iymon etib, yaxshi amallarni qilganlarni ostidan o'stanglar eqib turadigan jannatlarga kirgizadi. Ular jannatlarda oltin bileziklarni va marvoyitlarni zinnat bo'yima qiladi. Ularning kiyimi yipakdan bo'ladi. Sura Haj 23-oyat. Taqvodorlar haqiqatan jannatlarda bog' bo'stonlardan suv, asal va may eqib turadigan buloqlardan bahramon bo'ladi. Ularga jannatga omon eson kiringlar deyiladi. Sura Hijr 45-46-oyatlar. O kunda, ya'ni qiyomat kunida gunohkorlarni zanjirlar bilan bir-biriga chetilib bog'langan holda ko'rasan. Ularning ko'ngliga qora maydon bo'ladi. O't ularning yuzlarini o'rib oladi. Sura Ibrohim 49-50-oyatlar. Onu dozoq bilan jazolaymiz. O dozoqqa xorlangan, Allohning rahmatidan qo'g'langan holda kiradi. Sura Isro 18-oyat. Qur'oni Karimning jozibiyati. Qur'oni Karimning jozibiyati alohida cho'ng bir mo'jiza. Siz bir badiiy asarni dastlab o'qiganingizda, uning sehriy kuchi sizni o'ziga jalb qiladi. Uni to'ymay o'qiysiz. Ammo uni qaytalab o'qiganingizda sizdagi hayajon yo'qoladi-da, sizga bir yangilik his qilinmaganlikdan uni qaytalab o'qishdan zerikish his qilasiz. Holbuki Qur'onda bunday xususiyatlar yo'q. Aksicha siz Qur'onni qanchalik ko'p qaytalab o'qigan sari uning jozibiyati shunchalik oshadi. Uni to'ymay o'qiysiz. Uning huzur halovati sizni zo'qlantiradi. 5 vaqt namoz o'qiydigan odam namozda kuniga Fotiha surasini oz deganda 32 qaytim o'qiydi. Ammo ular o'xshash surani bunchalik ko'p o'qishdan qilchi zerikish his qilmaydi. Chunki ular bu surani har qaytim o'qiganida yangi ma'nolarga va ma'naviy yuksalishlarga ega bo'ladi. Qur'oni Karimning jozibiyati o'z vaqtidagi arab tilini yaxshi biladigan ko'plagan arablarning bir oyatning tilovatini anglab qilish sababi bilan dillari bir dilla erib musulmon bo'lishiga turtki bo'lgan sabablarning biridir.
ikkinchi xalifa Umar ibn Xattob musulmon bo'lishdan burun islomni eng o'ch ko'radigan mushrik arablarning ichida eng nopuzli kishilardan biri edi. U bir kuni uningdan qo'rqib maxfiy holda musulmon bo'lgan singlisi o'qiyotgan Qur'oni Karim oyatlarini ixtiyorsiz anglab qilib, uning qattiq dili bir dilla erib, o'shmanlikka to'lgan ko'ngli bir dilla yumshab, shu anda musulmon bo'lgan. Shu vaqtdagi arab katta boshlarining xalqni Qur'oni Karim tilovatini anglab qilishdan qattiq to'sqanligining sababimi Qur'oni Karimning jozibiyati oldida ularning amalsiz qolganligining bir dalili edi. Alloh taolo ularning so'zlarini hikoya qilib mundoq degan: Kofirlar, sizlar bu Qur'onga quloq solmanglar. Qur'on o'qilganda g'alva qilib uni ilashtirib etinglar. Shunda qilsanglar, Qur'onni to'sishda g'alba qilishinglar mumkin dedi. Sura Fussilat 26-oyat. Ammo hozirgi zamonda xuddi ziroatchilikka yarmaydigan qattiq yer suvni qabul qilmagandek ko'p sondagi musulmonlarning hatto arab tilini yaxshi biladigan arablarning mudalla qarayib ko'ngli qattiqlashib ketganlikdan Qur'oni Karim ularga ta'sir qilmaydi. Chunki mundaqlar Qur'oni Karimni haqiqiy ravishda anglashdan xeyli bak yiroqda.